Uyghur cemiyetinde AKK'dan YouTuber'lar meydan geldi. Bu YouTube kanalına a'zo buluş veya ki YouTube kanalı içiş degenek işlemi bugün günümüzde bir bilişki tegishlik savat bolup kaldı. Şunda bu işken biz YouTube hakkında ma'lum bir düşüncelerle ortaklaşsak pek yaxşı dep oylayman. Bunu men 3 qismga bölüp sözlep berey. Biri YouTube kanalına qandaq a'zo buluş. İkincisi YouTube kanalına a'zo bolup başqani qollashning ahamiyati. Üçüncüsü YouTube kanalı içip pul tapqal bulamdı. Hemen dostlarga YouTube kanalına qandaq a'zo boluş haqida qisqacha savat sözlep berey. Bunu anlagan nurg'ulg'anlar şu oddiy narsani so'zlash ketamdi deb hayron qilish mumkin. Bilganlar uchun bu intayin oddiy, bilmaganlar uchun bu bilib bilish tegishli bilim. Men bu jarayonda munda 3 savolga duch keldim. Biri, a'zo bo'lsak bizdan pul tutamdi? Yo'q, pul tutmaydi. Chunki siz bank kartangizni ma'lum qilmaysiz. Ikkinchi, a'zo bo'lsak bizning shaxsiy uchurlarimiz oshkorlab ketamdi? Yo'q, chunki siz ismingizni, telefon nomeringizni, kimlik nomeringizni kirgizmaysiz. Uchinchi, biz bu a'zo bo'lish uchun YouTube kanal ochishimiz kerakmi? Yo'q, açmayı ve a'zo bo'lsiz. Tartibini tushuntirib qo'yay. Oldi bilan biz YouTube kanal sistemasining ichiga kirdik. Üstü qarsak mazmun izlash ko'znak bor. Bu yerga biz o'zimiz izlamoqchi bo'lgan kanalning ismini kirgizamiz. Masalan, bizning kanalni kirgizaylik. UNTV biz bu yen bastık. Şön çıktı buna. Ve qarsak abone ol dep turdu. Bu qizil belge mayli sizning telefonunuz qaysi tilda bo'lsin, bu o'xshash mush qizil belgini bassız. Bunu bastık. Qarsak yeniden bir qo'ng'iroq belgisi ko'rindi. Endi bunu bisib qo'ysak 3 qo'ng'iroq chiqadi. Buna eng ustidagi sayrab turgan qo'ng'iroqni bassak, her qitim siz a'zo bo'lgan kanal yangi mazmun taqatganda sizga uchur keladi. Bu bir xil a'zo bo'lish usuli. Endi WhatsApp'dan a'zo bo'lishni o'rgatay. Qarsak bizga WhatsApp'dan YouTube orqali kelgan bir uchur bor. Buni basdik. Ben koyamdım da dıxavlarımızdan köyüne giyip çıkandım. Bozmam bir mıdak. Qarsak bir yerde abone bol degan xat turdi. Şuna biz bunu bastık. A'zo bo'ldik. Shunday oson. Yani endi qo'ng'iroq bor, bunu bisib qo'ydik. 3 tal qo'ng'iroq chiqdi, ustidagi sayrab turgan qo'ng'iroqni basdik. Shu bilan bu kanalda har qitim yangi mazmun yo'llansa, yana bizga xabar qilindi. Endi Facebook sistemasi orqali a'zo bo'lishni o'rgatib qo'yay. Facebook'dagi uchurga qarsak, YouTube'dan bir uchur kelibdi. Buni basdik. Şumla bir qarsak, nim turdu? A'zo bo'l degan xat turdi. Buni basdik. Bassaq nim deb chiqdi? Hisob och deb chiqdi. Mushu nurg'ulg'a odamlarni qaymoqtirib qo'ydi. Bu masala qandaq deganda Facebook'ningki keyindagi qo'yg'ish bilan YouTube'ning keyindagi qo'yg'ish ikki sistem bo'lgan vaqtida hisob och degan talab qildi. Bu bizning telefonimizdagi sistema. Nurg'ulg'anlarning telefondagi qo'yish sistemasi balkim YouTube kanal bilan Facebook'dagi ikkisi o'xshash bir sistem bo'lishi mumkin. U vaqtda buni talab qilmaydi. Agar bizning shu telefonimizning keyindagi shu qo'yish sistemasi farqli bo'lsa, buni talab qildi. Buning bilan bizning karımız bo'lmasin, hisob etishning zaruriyati yo'q. Biz buni rad qildik. Endi biz qarsak bu film bizga yaradı. Bu kanalga a'zo bo'lganmiz ba. Undaq biz qanday qilamiz?
Maya qarsak UNTV biz deb turdi. Biz biraqla Facebook'tan çekinib chiqib YouTube kanalının ichiga qaytadan kiramiz. Kirib yana başta o'rgatganimdek, mau mazmun istaydigan buni bosamiz. Bu yerga UNTV biz deb kiribmiz. Kirsak baştakidek mandek a'zo bo'l deb chiqdi. Buni bosdik. Yana o'rganib olganimiz bo'yicha qo'ng'iroqni bosdik. Bundan keyin sayrab turgan qo'ng'iroqni bosdik. Şu an biz a'zo bo'ldik. Endi ko'pchilikka tavsiya qildiganim, biz nurg'ulg'an Uyg'ur qarindoshlar vaqtini, zehnini, aqlini sarf qilib, o'zlarining bilganlarini YouTube kanal orqali Uyg'ur qarindoshlar bilan o'rtoqlashyotdi. Agar siz shunday YouTube qarasangiz, Uyg'ur tilida o'qilgan bir asar, Uyg'ur tilida ishlangan bir film, Uyg'ur tilida tarqatilgan bir go'zal pandi nasihatlar bo'lsa, siz shu kanalga a'zo bo'lib, Uyg'uringizni qo'llab qo'ying. İkinci məsələ, YouTube kanalıga a'zo bo'lib, YouTuberlarni qo'llashning ahamiyati nima? Yaqinqi zamanda Uyg'urlarning vaziyatiga ko'ngil bo'lguchi aktivistlar, tantarbiyachilar, san'atkorlar maydon keldi. Har qatim biz shularning ismini tilga olishdan burun nima deymiz? Twitterda muncha agash kuchisi bor. YouTube'da muncha agash kuchisi bor. Instagram'da muncha agash kuchisi bor. Palanchi bizni qo'lladi deymiz. Biz oldindan shu odamning ismini tilga olmaymiz. Agash kuchisi bor degan narsani tilga olamiz. Nima uchun? Demak, aşınçık adamni agashtirib olgan bir inson, bir fikr tarqita olgan, aşınçık adamni o'ziga jalb qila olgan bir kuchga, bir inovatga ega degan narsani shu gapimiz orqali isbotlaymiz. Demak, bir kim YouTube kanal ochgan ishga uning a'zo bo'lishni, uni qo'llashning ahamiyati bu yerda. Yaqinda yoqi Uyg'urlarning ichida nurg'ulg'an YouTuberlar maydon keldi. Ularning ichida dağlıq universitetlarda, mesela Harvardga o'xshash dağlıq universitetlarda ders berayotgan o'qituvchilar, tibbiy xodimlar, o'zlari yashayotgan davlatlarning eng dağlıq doktorxonalarida yuqori unvon bilan ishlayotgan Uyg'urlar, o'sha o'zlari YouTube kanal ochib, özlerinin izleniş jarayonlarini, özleri bilgen bilimlerini, sağlamlık bilimlerini şuna qoşup psixik jihatdan, çünkü davalash adamның psixikasini birga olib berilsa, onun önemi texim kuchli bo'ldi. Aşağılardan shunday yaxshi leksiyalarni so'zildi. Biz shularga ergishib, ularni qo'llasak, shularning xizmatdoshlari yoki bo'lmasa shular bilan birga ish qilayotganlar, men bir YouTube kanal ochgandim. Bunda sözüldüm dese, onun bitiga kirib qarsa 500-600 adam turgan. O vaqtlar o'ylaydi ki, biz bularning bilimini shu qadar hurmat qilib, yuqori o'rinlardan xizmat o'rinlarini berdik-emiz, ammo o'zing millati bilmaydi ekan, tonimaydi ekan. Chunki o'zing millati deyishdan bu yerda ular Uyg'urcha so'zlaydi. Shuning uchun biz anglaymiz uni. degan o'ylar paydo bo'ldi. Shunga kimdeki bo'lsin, mushu Uyg'ur ismliqdan birisi YouTube kanal ochgan bo'lsa, biz uning a'zo bo'laylik. Yuqorida shunda tafsiliy tushuntirdik, a'zo bo'lishning usullarini, shu bo'yicha a'zo bo'laylik. Endi YouTube kanal orqali pul topqil bo'lamdi degan masalaga keldik. Pul topqil bo'ladi. Qanday sharoit topqil bo'ldi? Agar siz necha tillik bo'lsangiz, Türk tili, İngiliz tili, Arap tilini bilsangiz, o'zingiz merdona, cesur, qiziqchi, hozir javob bo'lsangiz, necha tilda so'zlasangiz, boshqalarni necha tilda ziyorat qilsangiz, qiziq masalalarni his qila oladigan bo'lsangiz, o'zingiz biroz yumoristik bo'lsangiz, vaqtida pul topa olasiz. Agar siz kanal ko'rgichlarni Uyg'urni asos qilsangiz, pul topsiz. Bunda bir telefoningizdan to'g'ri puliga yoki uyingizga Wi-Fi puliga ham chiqish qilsiz. Bunda
qo'saqni boqqidek pul topdim degidek pul topolmaysiz. Chunki chet eldagi Uyg'urlar ba'zida deydi 1 million, ba'zida deydi 2 million. Mesela 2 million deyli. Bunun işte 1 million Uyg'ur telefon ishlatmasin, kichik bolalar cho'nglar bo'lsin. 1 million Uyg'urning qo'lida telefon bor. Yoki uni bir hassa azaysa 1 million Uyg'ur bor deyli, 500 mingning qo'lida telefon yo'q, 500 mingning qo'lida telefon bor. Şu 500 ming Uyg'urning hammasi qo'llab bersa, sizning agash kuchingiz shunchalik bo'lsa, bir film chiqarsangiz necha yuz ming qatim ko'rilsa, ankayindan siz onda pul topa olasiz. Nurullah YouTube kanallar açıldı. Adette YouTube şirketinde bunda bir ölçüm var. Bir yılda sizden a'zolarınız 1000 bo'lishi kerak. Bir yılda siz chiqargan narsaning ko'rili soati 400 soat bo'lishi kerak. Uyg'urlar ichida YouTube kanal içip bir yılning ichida 1000 a'zo to'shqizolmay, shu o'lchamga yetolmay e'lon ilish fursatiga erishamagan Uyg'urlar bek jiq. Masalan, men biladigan Qosimjon hamanglar taniysiz. O'zi shunday ijodiy naqshlarni aytadi, Boliston aytadi, shunday yaxshi filmlarni ishildi, qisqa filmlarni ishib taqatdi. Shu Qosimjon yangi YouTube kanalini ochgan vaqtda kengri tashviq qildi. Bir yıl tuşup bo'ldi, a'zo soni balkim 800 necha 900 ga boray dedi. Hozir qancha bo'ldi uqmayman. Bir yıl tuşup bo'ldi. Onundan keyin yana hozir to'xtamay tuşup bo'ldi. Endi men baribir bundan pul kirim qilish o'lchamiga yetarmidim deb to'xtab qolmadi, bo'shib qolmadi. Davomli yana ijodiy naqshlarni, yaxshi programmalarni chiqarib yo'llayotdi. Endi yana qanday sharoit pul topqil bo'ldi? Sizning yaningizda sizda yaxshi bir kamera bo'lishi kerak. Ondan yaningizda sizga davomli moslashib beradigan nega bossangiz kameradan edib, sizning ish harakatlaringizni film qilib turgan odam bo'lishi kerak. Siz dodillik bilan boshqa ziyorat qila oladigan bo'lishingiz kerak. Yani birsiga sizda mo'l iqtisodiy bilim, iqlim masalalari, siyosat to'g'riliq so'zlab bersangiz, yani boshqa bundan qiziqadi. Ankayindan ermek hayvanlarınki hareketlerini demek ilişme bunu jiq adamlar sınap buldu emdi. Şundaq bolsa yani hem adamın körüşü çünkü hayvanlarınki meyli ermek hayvanlar bolsun, eğer vaxtınız yetse hayvanatlar bakçısığı verip her xil hayvanlarınki tabii hareketlerini ilip onu qiziqarliq kiriştirsanız mı yani bunun körüş nisbeti yuqori bo'ldi. Yani eğer fursatınız bolsa qo'sh gezek, 3 gezek, 4 gezek balalarni ziyorat qilib davomli ashlarning qiziqarli kulkilik harakatlarini ishlasangiz, buning ko'rilish nisbati yuqori bo'ldi. Ashda bo'lgan vaqtida siz nechtillik bo'lganda boshqa millatlar ko'rdida sizning a'zoyingiz ko'paydi, ko'rilish nisbati oshadi. Uyg'urcha programmalar bilan YouTube kanal içip pul tepish bektes. Bizning kanalni misal qalay. Biz bugün günkü geçirik belki 7-8 program işlep taqattık. Bunun içinde 2 programımız 1 saatlik programma. Qağala yarım saat etrafında. Biz şu bir program üçün, məsələn, mən bir neçə gün burun şu program çıxdığanlar bilan davamlıq söhbətləşmən, nima demin yurt şəqqida o'ylanıman, onu keyindan ishxonaga kelib, vaqtimizni sarf qilib, uni filmga olamiz. Ankayindan bizning montaj qilgan fikrlarimiz uni filmni uzun qisqalık qarab 2 gün, 3 gün, hatta 4 günde onu güzel halatda ishlab tayyorlaydi. Odatda sirtda bir yarım saatlik bir e'lon ishlab bersak, yarım saatlik birsini tunishtirish film ishlab bersak, en az deganda 3000 lira bo'lmasa 5000 lira, 6000 lira haqqaqil bo'ldi. Ancak 1 saatlik tunishtirish nimalariga 10.000 lira, 10.000 lira ağıl bo'ldi. İşte hesaplab kelsak, bugun kunga kelgichilik biz mush programlarga sarf qilgan vaqtimizni agar pul tepishga, e'lon ishlashga sarf qilgan bo'lsak, balkim 50-60 ming lira tepib bo'la qo'ydik.
Ama YouTube kanal arkalık o pulni tapqılı bo'lmaydi. Belki 5 yıldan keyin, 10 yıldan keyin tepişimiz mümkün. Bu yerda men shuni deymanki, Uyg'ur YouTube'chilar pulni asos qilib ochmadi. O'zining qo'sqidagi bilimini, o'zi his qilgan narsani bir xotir qoldirish, yana birisiga Uyg'ur jamiyatiga taqdim etish hisobda ijtimoiy unumni qo'g'lishib ochdi. Undaq bo'lgan ekan, faqat sizning birli barmog'ingiz ketadi. Qo'llang, a'zo bo'ling. Agar kunlarning birida sizning qo'lishingiz sababidan ozroq bir iqtisodiy kirim hosil qilsa, uning nari yomon. U Uyg'urning cho'ntiga tushadi. Endi xulosa qilib, Uyg'ur YouTuberlarni qo'llanglar. Har bir Uyg'ur ismida ichilgan bir YouTube kanalini ko'rsanglar, a'zo bo'linglar. Yaraysiz, happalli, yaxshi bo'pti degan belgini berib qo'yinglar. Mushning o'zimi o'zaro birimizga qilgan yordamimiz, qo'llashimiz kunlarning birida bizmi bir ishlarni qilsak, yana boshqa insonlar bizni qo'llaydi. Biz boshqalarga nima bersak, o'zimiz shunga erishimiz.